Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Akam o'tib qoluvdilar. Adamni qabrlariga qo'ymoqchi edik. O'shanga nima deysiz? Sabr tilayman. Mayli, joylarni ko'rsating. Otangiz o'tganlariga ham 20 yildan oshganmidi? Menimcha shunaqa. Qayoqda edi? Shu tomonda edi-ku. Mana yo'q. O'zi qabrlarni qayerdaligini bilasizmi? Bilaman, daraxt bor edi, qabrlarni oldi. Ovani shakl. Oke, topa olmadingizmi? Qabriston ham o'zgarib ketibdi, cho'ti eslolmayapman. Yuring, daftarni ko'ra qolaylik. Xo'p, mana ro'yxat. Nechinchi yil o'tgan edilar? Aniq eslolmayman. Ancha yil bo'ldi lekin. Oke, otangizdan qolgan uyi qayerdaligini bilasizmi? Shu yerdan hozir topib bora olasizmi? Ha, shu uyda turganimdan keyin topib bora olaman-da, nima deganingiz bu? Hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marta otangni qabrini ziyorat qilishga vaqt topganingda qurib qo'ygan uyini emas, ko'milgan qabrni ham topib kelgan bo'lardi.